Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizga hozir bitta Damas birimiz keldi. Ma'lumotni sirasiz aytib o'tib ketaman. Akalar, mashinamiz 98-yil. Germetiklar o'ziniki, mashina butun akalar. Metan gazlarigacha bor, 4 ta baloni sredniy holatda akalar. Bu mashinamizni polni yangi chexol, bar, bufer, far, stoplarigacha hamma bak o'ylarigacha qo'yib mashinani tayyor qilib qo'ydik. Olasizlar, minasizlar akalar. Mashinamizda hech qanaqa rasxod Xudo xolasa yo'q. Gaz pazini ligrovkasini qildirib olsalaring bo'ldi, qolgan rasxodlarni qilib qo'ydik. Orqa bufer stoplarigacha qo'yib qo'ydik. Mashinamiz 98-yil. Bitta mashina o'zida ozgina restovka qiladigan joyi bor, qolgan joyi ideal holatda akalar. Puli ham zo'r akalar. Olib maza qilib minishlaring uchun akalar. Xo'p, hujjati generalni chiqadi, любой hujjat bo'ladi akalar. Mashina tayyor holatda, salonlarni ham bitta ko'rib o'tinglar akalar. Salonlarni ham ko'ryapsizlar akalar. Salonlarni ham ashibkalargacha yangilar, himchiskasigacha qilib, yangi mana bunaqa qimmatli hollargacha qo'yib akalar, mana bunaqa chiroyli barlargacha qo'yib qo'ydik. Mashinani olasizlar, maza qilib minasizlar akalar. Hujjati keyin oldi sotib, любой hujjat bo'ladi akalar. Puli bor yo'g'i $1250 bo'lsa berib yuboramiz akalar. Telegram kanallariga tez o'tib olinglar akalar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilib olsalaring bo'ladi. Bundaqa arzon mashinalar faqat Popovda eng arzon kanalda bo'ladi akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.